Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia qiziquvchilari. Mana bugungi videomizda limon ko'chatlarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Ya'niki o'tgan yili Jayhun rayonidan keltirilgan limon ko'chatlarimiz o'zini ko'rsatmoqda. Gullashni gullagan. Xudo xohlasa bu yil hosilni ko'ramiz. Limonlar 2 yoshlik limon. Jayhun rayonidan keltirgan. Mana endi Pavloniyalarga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, teplitsamiz ancha sanchab pishib qo'ygan. O'tgan hafta 15-aprel kuni 200 ga yaqin Pavlonia nihollarimizni yerga o'tkazganmiz. FT, Shanton, Ember navlarini. Bu esa qolganlari Xudo xohlasa yaqin kunlarda bu nihollarimizni ham yerga ekishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu jarayonni ham Xudo xohlasa ko'rsatib boramiz. O'tkazib yubormang. Kanalimizga podpisatsiya va like bosishni yoddan chiqarmang. Ana shundagina siz Pavlonia haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Agrotexnika bo'yicha yil davomida video qo'yishni, agrotexnikani tushuntirish bo'yicha yaxshi videolarni qo'yib boramiz. Yanada hozirgi ko'rib turgan bu yangi nihollarimiz, yaqinda o'tkazganmiz. Holi unchalik chiqqani yo'q.